Davom etamiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida huquq-tartibot idoralari tomonidan qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Ularning natijasida noqonuniy diniy ta'lim berish bilan bog'liq holatlar aniqlanmoqda. Hozirgi lavhamizda ana shunday qonunbuzarliklardan biri haqida so'z boradi. Xususan, Andijon tumanida yashovchi 1986 yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonida Andijon viloyati va Toshkent shahrining turli manzillarida yashovchi 19 nafar voyaga yetmaganlarga hech qanday davlat tashkilotlaridan ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, diniy bilimi bo'lmagan holda nashriyoti ko'rsatilmagan diniy adabiyotlardan foydalanib, ta'lim olayotganlarning ota-onalaridan oyiga 1 million so'mdan pul olib, hujra sharoitida diniy ta'lim berib kelayotganligi aniqlandi. E'tibor bilan qaralganda diniy ta'lim olayotgan voyaga yetmaganlarga shart-sharoitlar yaratmasdan, ularga berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda va berishda sanitariya-gigiyenik qoidalarga umuman amal qilinmaganligi achinarli holatlardan biridir. Mazkur holat bo'yicha o'tkazilgan sayyor sudda diniy ta'lim bergan shaxsga nisbatan sud tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu o'rinda yurtimizda diniy bilim olaman degan, ilm o'rganaman degan fuqaroga hech qanday taqiq yo'q. O'z farzandingizni faqatgina maxsus ta'lim dargohlarida o'qitsangiz bas. Bu bilan siz uning kelajagiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida Andijon viloyatida bu kabi holatlarni oldini olish borasida tezkor tadbirlar davom etmoqda. Sardorbek Otajonov, O'tkirbek O'zganov, Andijon yoshlar.